Drip Doctor 110 ga 3.4 va bugungi sana 12 metrdan turbalarimizni mana ishlab chiqarib qo'yganmiz. Joyimiz ichkari torligini hisobiga ko'chaga qo'yishga majbur bo'ldik o'rtoqlar, chunki turbani uzunligi juda ham uzun o'rtoqlar. Xullas shunaqa zakaz kelib qoldi bizga va bunga mandal yopishtirishadi. Agar buni o'ziga payka qilish imkoni yo'q o'rtoqlar, chunki stenkasi juda ham yupqa. 3 mm to'r, 3.4 mm qalinlikdagi bu polietilen turba hisoblanadi. Buni agar payka qilib labiga yopishtiriladigan bo'lsa, buni stenkasi eng kamida o'rtoqlar, o'shanda ham первичный seriya bo'lishi kerak va 5-6 mm larni yopishtirsa bo'ladi. Lekin 3.4 larni yopishmaydi emas, yopishadi, lekin garantiya berish masalasi ozgina qiynab qo'yadi. Qo'lini ham to'ldirib qo'yganmiz, o'sha 12 metrlik turba va anaqa polietilen turbalarimiz ham bor o'rtoqlar. Sizga agar polietilen turbalik kerak bo'lsa, kelaverasiz. Bundan tashqari sug'arishga oid boshqa narsalar ham bor menda o'rtoqlar. Sug'arishga oid deganda pushkalar bor mana. Yokida deylik bunaqa kompressionniy fittinglarim bor. Keyin springlerlar bor suv sepishga, keyin sug'arishni avtomatlashtiradigan deylik programmator bor, klaplar bor. Klaplarni 50, 75, 63 diametrlar va polietilen turbalarni bir-biriga ulash uchun butlovchi qismlar, ya'ni fittinglar, deylik mufta, kran, adapter, shunga o'xshash zapchastlar bor. Xullas, lentasi bormi, tomchilatibmi, yomg'irlatibmi, hamma narsani topasizlar. Pastda nomer qoldirib qo'yaman. Joningiz sog' bo'lsin. Podдержка uchun sizlarga har doimgidek rahmat.